Assalomu alaykum, hurmatli jigarlar, do'stlar, tog'a-jiyanlar, amakilar, yaxshimisizlar, charchaymizlarmi? Shu videomizni ko'rmasdan bitta like bosadigan akalarimiz doim tani joni sog' bo'lsin. Ko'pchilik musofirda Kia K5 dan ko'rsatib o'ting deganlar juda ham ko'p bo'ldi. Sizni aytganingiz xudo xolasa albatta amalga oshadi. Sizdan faqat bitta like va obuna. Obunani mo'shisini shunday bosing, like mo'shisini shunday bosing. Xudo xolasa qo'ldan kelgancha bu yerda tirishlik akamiz bo'ladimi, dehqonda akalarimiz qo'ldan kelgancha kelishtirib arzonroq so'rab harakat qilamiz. Albatta kim uchun? Albatta siz uchun. Bo'lmasa biz obzorimizni Sergeli Moshin bozoridan boshladik. Bugungi sanamiz 15-mart, haftaning yakshanba kuni. Bu Kia'ni bir narxiga e'tibor beringlar. Narxini qancha? 22 ming atrofi aytishdimi? Hozir video davomida aniqlab beraman do'stlar. Qarang, Kia K5 do'stlar 2022 benzinda yuradi. 40 ming. Yangi mehmonxona ochib qo'ydik. Odam boshiga 100 mingdan 150 minggacha. Lokatsiyasi ham zo'r joyda joylashgan. Sergeli Moshin bozori bilan Abu Sahiy kiyim-kechak bozorining o'rtasida joylashgan do'stlar. Odam boshiga 100 mingdan qanday tushunish mumkin? Misol uchun bitta xonaning narxi 300 ming bo'ladigan bo'lsa, odam boshiga 100 mingdan to'g'ri keladi. Agar zavtrak bilan xohlaydigan bo'lsangiz, do'stlar, 150 ming bo'ladi odam boshiga. Nima deymiz? Kelaverasizlar, yaxshidan olaverasizlar. Charchamanglar. 40 ming yurgan. Kraskasi toza do'stlar. Ko'rsalaring bo'ladi do'stlar, faqat tepasida bitta panorama lyuki yo'q varianti. Kam bu qaysi pozitsiyasi edi? Comfort Plus. Salonlarga ahamiyat berasizlar do'stlar. Xudo xolasa do'stlar, mana shunday Kia avtomashina olasizlar-ku. Chexol olganda muammo bo'ladi. Chexol, misol uchun chexolda arzonchiq bor, qimmat, yaxshi premium segmenti bor. Chexolda zo'r do'stlar koordinatda bor. Mana shu o'tkazgin ko'rsatgin. Mana shunaqa chexollarni zo'rini do'stlar koordinatdan olib taqib qo'ysalaring bo'ladi do'stlar. 5 ta filiali bor Toshkentda. O'taverasizlar koordinatga do'stlar. Sizlar uchun maxsus 5% lik do'stlar skidka qildirganmiz. Yaxshi chexollar albatta koordinatda do'stlar. Tepada faqat lyuk yo'q varianti. Qo'shishlaring mumkin do'stlar. Salon ko'rinishi 1100 yurgan multimedia rulda do'stlar. Bunda do'stlar faqat oldida abagrev bo'lish kerak. Oldida abagrev bor do'stlar, abdufu yo'q bularda. Xo'p. Benzinda yuradi. Og'a benzinda yuradi, to'g'rimi? Benzinda yuradi, ha? Benzin. Qarang, narxini kelsa necha pul qilib berasiz? 5 pul dedingiz. 22 ming so'radingizmi yo qancha so'radingiz? 1,5 so'radim. 21,5 so'radingiz, ha? Endi adashmovchilik bo'ldi. Xudo xolasa realni bozor so'ragan narx 21. Ha, 21 ga so'radi, bermadingizmi? 200 bo'lsa beraman. 21 200, oxir 21 ga ham ko'nib qo'yasiz, ha? Yo'q, bermayman. Fikringiz o'zgarib qolsa? Yo'q. Endi bu bozor. Qo'shsa beraman. Ha, telefon nomerlar? 95 lik. 85 00 77. Kraskasi? Top-toza. Top-toza. Bir qo'l mashina. Bir qo'l mashina. Bo'ldi. Ishlayga olma, charchamang. Bu qoralar kimdan bular? Shu Rossiyada patishlarimiz shu elantranni juda ko'p so'radi, koreyskisidan ko'rsatib bering degan. Mana do'stlar, koreyskisidan bor. Faqat endi narxi akam sal qimmatroq aytib turibdi, o'z qalblariga qo'l solamizda, sal narxlarni yumshatishni so'raymiz. Xudo xolasa, yili 22 dedingiz-a? 22 probegi 70 ming probeg yurgan do'stlar. Bu koreyskiy 2 litrligi do'stlar, 2 litrlik объемli motorligi do'stlar. Kraskalari orqa kriloda petnosi bor do'stlar. Saloniga ahamiyat beramiz. Pamять сидения, koja salon, abagrev, tepada lyuk, rullarda multimediadan boshqarsangiz bo'ladi, uzatmalari bor. Ko'rishlaring mumkin do'stlar. Ancha pishiq mashina do'stlar. 70.961 kilometr yurgan do'stlar. Xo'p, endi bu narxga kelishadigan bo'lsa, aka musofir akalar juda ham ko'p so'ragan. Bir yumshoqroq qilib bersangiz. Necha bilan gaplashsak bo'ladi? Ziladan 18200 ga berilmadi. 18200 ga berilmagan bo'lsa, balkim kechki bozor fikrlariz o'zgarib yana boshqa narxga berib yuborishi mumkin deb qolishingiz mumkin. Bo'ladimi? Gaplashamiz, ha. Telefon nomerlar? 90lik. 912 22 25. 22 25. Ishlayga olmadi aka, charchamang, yaxshini ko'rishamiz. Do'stlar, BYDdan zo'r taklif borda, Qibraydan. Qaranglar do'stlar, chempionlarga, o'sha gibridga, horizontaliga do'stlar, rassrochka ochilgan. Endi avtomashina olgandan keyin albatta buni jihozlash kerak. Jihozlash uchun kamida, misol uchun 300-400 dollar pul ketadi, to'g'rimi? O'sha polik deysiz, parok deysiz, u yoq deysiz, 300-400 dollar pul ketadi. Endi qarang, shu bizga obuna bo'lib qo'yib, bitta like bosib o'tadigan bo'lsangiz, Xurshid obzordan eminni ko'rib o'tyapman desangiz, siz uchun 26 ta bonus bor.
o'sha 400-300 dollarlik bonuslari jamlangan holda 26 ta bonusdan o'zingizga qulayini tanlab olasiz. Faqat Xurshid obzorini ko'rib boryapman, like bosib obuna bo'lganman deb qo'ysangiz shu. Maqsad qarang, sizdan ugina, bizdan bugina. Siz misol uchun menga obuna bo'lasiz, bizdan esa shu BYD Qibraydan siz uchun o'sha 26 ta bonuslarni chiqarib qo'yganmiz. Endi qarang, bu ushbu elektrani hozir akamiz gaplashib qo'ydik, birinchi chiqishi ekan. Endi narxlarni ozgina nisbatan qimmatroq so'rab turibdi. Hozir qalbiga qo'l solamizda, sal siz uchun yumshoqroq narxini qildirib so'rab ko'ramiz. Bo'lmasa bir hisob ma'lumoti 2024 16500 km yurgan, ya'ni do'stlar 605 talik do'stlar. 16500 deyarli do'stlar yangi. Buni hozir kunda eng arzoni ham do'stlar yangisi o'sha smartlarini 29500, 28500 edi. Hozir akamizdan so'raymiz, aka, qani necha pulga qilib beramiz? Assalomu alaykum. 25900. 25900. Kelishgan joyi bormi aka? Bo'ladi. O'zingiz buni yurganmisiz? Nechinchi qo'l? Birinchi qo'l. Necha pulga tushgan o'zingiz? 30 mingga yaqin. 30 mingga tushgan. 28 9 ming. Esimda endi. Xullas qancha 16 ming yurgan bo'lsa, minus 5-6 ming minusida. To'g'rimi aka? Hisoblab beraverasiz. Kelishamizmi aka? Bo'ladi 25900 aka. Aka shunday deysiz, lekin barq ko'nglingiz yumshab qoladi. 1-2 haftadan keyin. O'ylab ko'ramiz, mana nomerlarni qo'yib qo'yamiz. Aloqaga chiqasizlar. Kraskalar tozami aka, hamma yog'i javob. Yomkislari ham do'stlar o'zi uchun albatta tekshirtirib oling do'stlar. Yomkislari ham do'stlar. Lekin yomkisi 16500 ga dashi tushmaydi hali beri. Qachonki 20 ming, 30 ming bo'lganda 1% tushishi mumkin. Yomkisini tekshirmadim. Ha, yomkisini lekin agar oladiganlar bo'lsa, albatta tekshirib olishini so'rab qolamiz. Salon qismlari do'stlar, ko'ringlar. Mashina hali deyarli akkuratni mingan. E'tibor berasizlar katta monitorlari bilan. Shu oramizda chempion qidirganlar juda ham ko'p do'stlar. Ko'ring, lekin endi narxini var gaplashib ko'ringlar do'stlar, lekin qimmat aytyapsiz aka. Mayli. Nomerlarni qo'yib qo'yamiz, aloqaga chiqaverasizlar. Xo'p, 90lik 989 1991 raqamiga aloqaga chiqaverasizlar. Kraskasi toza 605 taligi. Xullas do'stlar, e'tibor beringlar, bozorda boru mashinalar juda ko'p. Ko'pchilik do'stlar qaranglar, elektromobillar qaranglar. Elektromobil BYD, Zikr, BYD. Bu yerda do'stlar bitta inomarkalar bor ekan, hozir o'shalardan ko'rsatib o'tamiz. Albatta like bosish esingizdan chiqmasa, ham obuna bo'lib qo'ying. Obuna bo'lsa sizga manfaatli videolarni ko'rsatib o'taman do'stlar. Do'stlar, bu Camry'ga bir ahamiyat beringlar. Anchagina zo'r mashina bo'ladi do'stlar, faqat bilmadim, hozir bozorda eshitganda faqat haqiqatan qulog'imga qimmatli tuyulyaptimi yoki haqiqatan qimmatmi degan savol tug'iladi. Qarang do'stlar. Camry 2022-yil 32 ming yurgan do'stlar. Holati yiliga yarasha do'stlar yaxshi bo'lib turibdi. Endi salondan bir ko'rsatib o'tamiz. Shep, assalomu alaykum. Charchamayapsizmi? Ha, kraskasi? Kapot bilan nimada? Kapotda va chap qanotda kraskasi bor. Tirikchilikda sizniki yo o'zingizgimi? Biz tirikchilik bor. O'zingizniki. Xo'p, salonga e'tibor beramiz. Mana. Salonga e'tibor beramiz. Koja salon, abagrev, rullar multimedia, tepada lyuki bor, tepa shipkasi ham do'stlar, qaranglar. Zamishlikmi? Zo'r ekan. Mana. Buni motori, rasxodlari juda kam bo'ladi. 6, 7, 3,5. Gibridda bular. Gibrid do'stlar. O'zi 2 yil haydadi. O'zi 2 yil haydadingiz. Endi bu narxi sizga necha pulga tushgan bu? U yoqda patrol tushgan. Qimmat tushgan-a? Necha pulga berib yuboraman deyapsiz hozir? 30 deb beraman. 30 dan tepasi. Realni bozor necha pul so'radi? Kelganda bir yoqis boradi, kraskasini eshitdim. Ha. Kelamiz, maslahat kelamiz. Ha, kraskasini eshitib maslahat kelamiz dedi. Xullas 30 dan tepasi bo'lsa do'stlar gaplashib ko'rasizlar. Lekin bilmadim 32 ming probegga kraskasi boriga. Mayli, maslahatlashinglar do'stlar. Nomerlarni qo'yib qo'yamiz. 90lik 948 1372 raqamga aloqaga chiqasizlar. Akamizni o'zlari haydab yurgan avtomashina ekan, to'g'rimi? Shu do'stlar. Camry do'stlar, odatda bilsalaring, sasyaniz yaxshi avtomashina narxi bozorda qimmat bo'ladi, lekin akamiz sal qimmatroq aytib turibdi-yu, lekin qalblarga oz qo'l solamizda, sal yumshatishga harakat qilamiz. Albatta, o'sha mashina bozorida ishlaydigan akalarimizga albatta insof bor akalar juda ham ko'p. Endi hisob ma'lumotini berib o'tadigan bo'lsak, do'stlar, mayli bu do'stlar
Kraskasi toza 2020 ga 19. Bu 2.4 lik aka, to'g'rimi? Yo'q, bu 2 litrlik. 2 litrligi. Ha, 2 litrlik. Assalomu alaykum. Turbo, o'zi Aha. yaxshi. Kraskasi top toza, yurgani 78 ming kilometr. 78 ming. Ha, biron joyiga даже buferiga ham kraskasi. Aha, bemalol garantiyasi bilan bemalol berasiz. Bizga bitta gap. Probegiga garantiyasiga o'sha Oxirlagan kraskasiga joyi. javob berasiz, a? Xo'p, probega do'stlar 78 ming. Endi yiliga yarasha ancha bu probeg yaxshi. Deyarli bu do'stlar 5 yil bo'lyaptimi? 5 yil 6 yil bo'lyapti avtomashinaga. Probeg 78 ming yurgan. Turbalon, tonirovka, ruxsatnoma. 4 ta yaxshi balon do'stlar. Tonirovka ruxsatlari bor ekan. Tepada do'stlar qaranglar. Panoramli lyuk, salonlari ham lekin akkuratni bo'lib turibdi do'stlar. Mana. Ko'rishlaringiz mumkin. Benzin yuradimi yo gazdami? Benzin. Benzin yuradi. Xo'p, ko'rishlaringiz mumkin do'stlar. Endi bu narxga keladigan bo'lsak, aka, sal narxi qimmatroq aytib turibsiz-da. Aka, buni narxini 22800 ga qo'ydik. 22300 kami bor, savdosi bor. Aha. Kelishtirib beramiz. Qalblarga qo'l solamiz, akam shu tirikchida insof bor aka. Telefon qilinglar do'stlar, kelishib beradigan joyi bor yana. Kelishamiz aka, normalniy sen aytamiz. Kraskasiga, probegiga javob. Biron joyga nuqsoni yo'q mashina. Bitta qo'l. Aha, bitta qo'l. Bitta qo'l. Telefon nomerlar 97 lik 380 4 55 45. Ha, aloqaga chiqaverasizlar. Mana bu 20 mni. Buni ham Mana bu Yamta Malibu do'stlar. 2020-21. Aha, Buni yurgani 72 ming. 72 ming. Bu ham chista premier. aha. To'rtta yangi balon, Mers ходовой tonirovkasi bor. Ruxsatnomasi. Bunga ham kraska yo'q mashinaga. Kraskasi toza. Nech pul so'rayapsiz bundan? 23800 kami bu. 23800. Primerlar odatda qimmatroq yuradi. Chista premier. 23800. Shu 23 millionga taqib olsak bo'lmaydimi? Ha, shep. Sal 23 ga bermadikda, qo'shsa beramiz. 23 ga bermadingizmi? Lekin tozada mashina. Telefon nomerlar o'sha. Ha, o'sha narx, ha. Raqamlar aloqaga chiqaverasizlar. Ishlab bo'lmadi aka, charchamang. Mana K5 qo'yuvdik. K5 o'tgan sari qo'yuvdik aka, K5. Patishlar Rossiyadan ko'pchilik so'ragan, endi narxi sal qulay bo'lsa bosaveradi aka. Bo'ldi. Qulayroq qilib Barter berasiz. bo'lsa ham beraveramiz. Gentra, Cobalt, Aha. o'zimizning mashinalar bo'ladi-ku. Farqi yo'q, pulga hisoblab olaveramiz. Charchamanglar. Aka, ishlaringizga omad, Hop. sog' bo'lsin. Do'stlar, like bosishga, podpiska bosishga arziydigan mashina. Sababi do'stlar, bu yildagi avtomashinaning probegiga bir e'tibor beringlar. Sonata bor yo'g'i 20 ming kilometr yurgan ekan do'stlar. Hyundai Sonatani do'stlar, o'sha adashmasam eng fulli, eng qimmati, to'g'rimi? Pozitsiyasi kam lekin. Bitta pozitsiyasi kam. Aha. Eng fullidan bitta pozitsiyasi kam. Bu ham full. Kraskalar toza. Kraska toza. Yo, bormi kraskasi aka? Yo'q, kraska. Kraska toza? Probe qarang, e'tibor berasizlar. Ha, 360 bo'lmaydi ekanda. Ha, tepada panoramli lyuk, beskuluchoy dostуп. Salonlari ko'rsalaring bo'ladi, jigar rang, elektro paket. Hedap bo'lmay, ha, bunda hedap yo'q ekan. Hedap yo'q ekan. Abagref bor, orqa sidenlari kengina, barlarga e'tibor berishingiz mumkin. Holati lekin do'stlar 20 ming yurgan, hali yangidek bo'lib turibdi. Endi akamiz, bilasizlar, odatda probegi kam avtomashinaning narxi qimmatroq bo'ladi. Qalblarga qo'l solamiz, gaplashib ko'ramiz. Qani nech pulga gaplashsak bo'ladi? Shep, nech pulga gaplashamiz endi? Real oladigan narx aytsangiz, 1100 da sizga 23800 ga beradi. akamiz 23800 oxir deb turibdilar, lekin balkim fikrlari o'zgarib, ertaga 23500 ga mayli deng, 23 mingga ham balki baraka bo'lib ketishi mumkin. Albatta buni vaqt ko'rsatadi. Xudo xolis nomerlar qo'yib qo'yamiz. Nomer Yozuvering, to'g'ri aytdim, shu nomerni ko'rsating o'sha yerga. Shundagi nomerni ko'rsating. mana shu do'stlar, nomerni yaxshilab ko'rsatib ber. Mana shu nomerlarga aloqaga chiqaverasiz. Albatta bu avtomashina narxiga emas, o'ziga, yurgan probegiga bitta like podpiskani bosib qo'ying jigar. Rossiyadagi akamiz mana yana sizga K5 ko'rib qo'ydik, lekin narxini ozgina qimmatroq o'tganda chiqaruvdikmi aka buni? Chiqarmaganmizmi? Qarang, narxiga bir e'tibor beringlar. Qarang, yili 21, 85 ming yurgan, bitta joyda petnosi bor ekan, 100% shumka. Kia K5 Prestige varianti ekan. Petnosi qayerda? Kapotda uchida petnosi bor do'stlar. Xo'p, buni narxini sal qimmatroq so'rab turibsiz-da, og'a. Kelishamizmi? Nech pul qilib berasiz? 22 mi? 23? 22 larga bosib olsak bo'lmaydimi? Ha? Ko'ring do'stlar, saloniga e'tibor bering. Tepada panoramli lyuk, beskuluchoy dostуп, koja salon, abagref, 83 ming yurgan, monitorlari, multimedia. Bunda esa pamyat yo'q do'stlar. Ko'rishlaring mumkin. Xo'p,
23 ming deb turibdi. Agar yaxshilab gaplashadigan bo'lsa 22.500 ga gaplashsak bo'ladimi? Ha? Tepasi. Telefon nomerlarini qo'yib qo'yamiz. 90lik 3 0 86 30 raqamga aloqaga chiqishlari mumkin. Rahmat. Narxi nimagadir qimmatlik qilyaptimi yo'q, qimmat eshityaptimi? Bir narxiga e'tibor berasizlar. Yil 2021 ga 22 82.500 km yurgan, kraskasi 100% toza. Boshimiz bilan javob beramiz kraskasiga, probegiga, to'g'rimi? Qaranglar do'stlar, 4 ta yangi balon o'rnatib qo'yganmiz deb turibdilar. Ko'rishlari mumkin, paroglari ham bor ekan. Xo'p, motor 2 lik turbina bo'ladi. Rasxodlarni so'raganlarga do'stlar, rasxodi buniki 12 tadan to 15 gacha. Agar 60 ta oshirmasdan sekin haydaydigan bo'lsangiz, shu 10 ta atroflar yeydi. Saloniga ahamiyat beramiz. Hozir narxini nech pul dedingiz, og'a? 24.800 24.800 ham sal 24lar o'ziga tekisiga gapirsa bo'ladimi? 24 o'ziga. Gaplashaylik. 24.5. Ha, primer tablolar qo'yilgan, salonga ahamiyat berasizlar do'stlar. Bar uzatmalari, buni ham ko'rishlari mumkin. Lyuki bor tepasida. Mana salafonlar o'rnatib qo'yilgan. Pamit sidenья. Xo'p, mayli, endi tirishingizda akalarimiz endi tirishlaydi. Endi misol uchun olgandan keyin mashinaga yaxshi buxajit qiladi. Kamida 100-200 dollar shunday qilib qo'radilar ichiga. Xo'p. Narxlarni eshitlaring. Baribir 20 tekisga gaplashsak bo'lmaydimi? Ha? Nomerlarni qo'yib qo'yamiz. Mayli, ustiga ozgina qo'shib gaplashib ko'ringlar qani, balkim chiroyli qilib beradilar. 90lik 3 0 86 30 raqamga aloqaga chiqaverasizlar. Sog'lik, salomatlik ko'rishamiz. Do'stlar, odatda bilasizlar, ko'pchilik Xitoy mashina olishdan cho'chiydi. Sababi shu 5000-6000 yurib qo'ysa ham kamida 5-6000 dollar arzonlab ketadi. Haqiqatan bu bor gap. Hozir endi ushbu avtomashinani ko'rsatib o'taman. Qaranglar, yiliga e'tibor beringlar, 25 ga 26. Eng full pozitsiyasi, bundan ortiq boshqa pozitsiyasi yo'q ekan. O'sha navorotda do'stlar, lidar deysiz, massaj, abagrev, abduf barchasi bor ekan. Hozir salon ko'rsatib o'taman. 6300 km yurgan ekan, toza ekan. Endi egalari qaranglar do'stlar, 22 ming yozib qo'ygan. Qalblar qo'l soldi aka, 22 mingga odamlar sal qiyin masala, hozir pul yo'q davra degandim. Yo'q, 21500 ga beraman deb turibdilar. Odamlar endi shunda ham o'ylanadi 21500 ga ham. Ustida savdo qilib qo'rsak bo'ladimi yana? Savdo qilsak bo'ladi. Kraskasi top toza. Ofitsialniy salonda nech pul turadi dedingiz? 26800 turadi. Ofitsialniy salonda 26800. Bunda garantiyalar bo'lsa kerak. Salon tomonidan tekshirtirib beraman. Tekshirtirib beriladi. Xo'p, ko'rishlari mumkin do'stlar. Tepada panoramli lyuk salonlari ko'rishlari mumkin. Ko'k element, qora element bilan pamit sidenья, беспроводный зарядчик, xullas do'stlar eng fulli. Abagrev, abduf, adashmasam massaj ham bor ekan. Atamankalar bugacha 360. Mana. Bu chista elektromobil. Chista elektr. Yomkis necha bo'lardi-ki? 580 ta bo'ladi. 580 ekan do'stlar, ko'rishlari mumkin. Albatta 100 talik turibdi do'stlar. Tekshirtib olaverasizlar. 5 talik o'rindiq, ha? 5 talik o'rindiq do'stlar, ko'ringlar. Xo'p. 100 turibdi aka, 100. Ha, 25-yil mashina. 25 ekan. Tepalari qaranglar, такой black piano qoraytirilgan. Yo'q, o'zi salon tomonidan qoraytirilgan, o'zi qoraytirilganmi? Xullas, va hokazo do'stlar. Mana mashinani ko'rishlari mumkin. Endi buni o'ziga yarasha do'stlar klienti bor. Gaplashib ko'ringlar. Telefon nomerini qo'yib qo'yamiz. 97lik 757 82 22. Gaplashib ko'ringlar do'stlar. Aykar bu. Xo'p, dehqonidan ko'rsatib o'ting, egalarni o'zidan ko'rsatib o'ting deydiganlar juda ko'p. Hozir mana shu tomonda aylanaman. Misol uchun, deylik 70% tirikchida akalarimiz. Bu yigit o'zlari haydab yurgan ekan. Ushbu K5 hisob ma'lumotini berib o'tamiz. 2021 ekan. Yurgan masofasi 85 ming yurgan ekan ushbu Kia. Kraskalari 10 krilo bor. 10 kriloda kraskasi bor. Tepada panorama bor. Qaysi nechinchi pozitsiya? 2 litrli atmosferli motor. Atmosferli motor. Rasxodlar do'stlar bu benzinli. Benzin. Benzinda yuradi. Salonlarga e'tibor beramiz. Qaranglar do'stlar, salonlari ham o'z yiliga yarasha yaxshigina bo'lib turibdi. Ozgina uxajit qilish kerak ekan, ha? Salonlarga mana bu chexolmi yo o'zinikimi? Chexol. Bu chexol, ha? O'ziniki ancha kojami bularga chexoli? Nimasi, sidenasi? Materialli bo'ladi. Materialli. Endi qarang do'stlar. Bitta sizga taklifim bor. Kardinardan siz uchun zo'r chexollar tikib qo'yilgan. Ya'ni mana shunaqa premium avtomashinangizga premium segmentdagi chexollar bor. Narxlari shu 750 mingdan boshlanib to ketaveradi chexollari. Endi do'stlar biz O'zbekistonda o'sha 5 ta
O'zbekistonda emas, Toshkentda 5 ta filiali bor. Farxatskiy Sergeylik o'tsalaring do'stlar, Xo'ja Abzurni ko'rib o'tyapmiz deb qo'ysalaring do'stlar, sizlarga zo'r taklif bilan do'stlar, xudo xolisa zo'r narxlarda qilib beradi. Ya'ni 5% chegirmasi do'stlar. Bozordan borasiz, bozordan arzonroq bo'ladi do'stlar, narx-navosi. Ko'pchilik bozorchilar olib sotadi Kardinalni. Kardinal ofitsialni o'tsalaring do'stlar 5% skidkasi bilan olasizlar. Mana salon ko'rinishlar, tepada panoramik lyuk. Endi narxini qarang aka. Endi hozirgi vaqtga qaraganda sal qimmatroq so'rab turibsiz. Sal kelishtiraylik, mana 5 ta oling. Nega 5 ta olgingiz kelmayaptimi? Necha pul so'radi olib-sotganlar? So'radimi? So'radi 20.520, eng taqalgan eng oxiri 20.000 da. Oxiri. Eng oxiri. Beradigan narxingiz. Eng oxiri. Telefon nomerlar qo'yib qo'yamiz 85 ming yuran Kia K5 21 yili. 97lik 477 8000 raqamiga aloqaga chiqishingiz mumkin. Albatta bitta like bosib qo'yasiz, podpiska bo'lib qo'yasiz. Xalqni manfaatdagi mashinalar ko'rsatib o'tishga harakat qilaman endi do'stlar. Do'stlar, bo'lmasa bugungi obzorim shulardan iborat. Albatta like, podpiskani bosishni unutmang, chunki eng qaynoq yangiliklarni Sergeli mashina bozoridan chiqarib o'tishga harakat qilaman do'stlar. Hammaga omad, yaxshi kunda ko'rishguncha sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.